Paxus haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Video boshlanishidan oldin maksimal podeshka qilib turasizlar va biz boshladik. Ismi Ulug'bek, familiyasi Farxotov. Oldinlari ukasi bilan video olgan. Ukasi xohlamaganligi uchun hozirda o'zi video olib kelmoqda. Paxus O'zbekiston rekordini urib qo'ygan. 2 oyda 100 ming obunachiga erishgan va YouTube unga YouTube knopkasi bermaymiz degan va undan motivatsiyasi o'lgan va kanalni sotishga qaror qilgan. Kanalni sotadi va o'ziga kompyuter oladi. Hozirda YouTube kanalini kompyuterda yuritmoqda, lekin Minecraft yo'nalishida emas. U Counter Strike va PUBG, shunga o'xshash Roblox shunday o'yinlar bilan kanalni yuritmoqchi. Paxusning fikri bo'yicha O'zbekistonda Minecraftdan pul topib bo'lmaydi. Eng yoqtirgan o'yini Counter Strike 2. Ulug'bek nomli kanalida ko'pincha streamlar qiladi va u Counter Strike'dan. O'ziga Ulug'bek Workout degan kanal ochgan. U kanali ban bo'lib ketdi va yangi Ulug'bek Workout degan kanal ochdi. Paxus Minecraftdan ketgan. Paxusni Minecraftdan ketishiga eng katta sabab bu soqqa hisoblanadi. 2009-yil Toshkent shahrida tug'ilgan va hozirda ham Toshkent shahrida yashaydi. YouTube'ga kirib kelishiga eng katta sabab bu tasodifan bilmagan holda kirib qolgan. Paxusning birinchi telefonda yuritgan kanalida 98 ming obunachisi bor edi va YouTube uni provichoparlikda aybladi va YouTube unga просто tak ban berdi. Provichopar emas edi menimcha. Ikkinchi kanalda Paxusga aytildiki, seni kanaling YouTube knopkasi olishga noloyiq dedi. Sen YouTube knopkasini olmaysan debdi. Qoidani buzgansan degan, lekin u qoidani buzmagan. Ikkinchi Minecraftda yuritgan kanali. U kanalni просто yo'l kira va yangi kreslo uchun ishlataverdi. Paxusning Telegramda Bax Minecraft Mods degan kanali ham bor. Paxusga Telegramdan сообщение kelganki, agarda sen hamma modlaringni o'chirmasang, seni Telegram mod kanalingga ban beriladi degan va majbur bo'lgan. Hech bo'lmasa mod kanal tursin degan va просто tak hamma modlarni o'chirib tashagan. Sevgan qizi yo'q. Eng ko'p ishlatadigan gapi suva bratan. So'kinganlarni juda ham yomon ko'radi. O'zi umuman so'kinmaydi. Ba'zi paytlari onasini emsin degan gap og'zidan chiqib ketishi mumkin. Streamlarida faqat yuzini ko'rsatib stream qiladi. Yangi kreslo olganda hamma obunachilari tabriklaymiz deb chatlarga yozgan. O'rtog'i Sherlock bilan Minecraftda video olgan. Havo sovuq bo'lishiga qaramasdan muzqaymoq yegan. Yo, sizlar sezasizlarmi? Qanaqadir havo sovuq ketdi bor. 70-75 degan gapni streamlarida juda ham ko'p ishlatadi. Tug'ilgan kuni 22-sentyabr. 22-sentyabr kuni tug'ilgan kun qilib yordi streamda. O'zini chati Bax chatda juda ham aktiv bo'lib turadi. Paxusni lichkasini tarqatganlarni juda ham yomon ko'radi. Hozirda texnikumda o'qiydi. BTSni juda ham yomon ko'radi. Ular hamma yomon ko'radi-yu, faqat qizlardan tashqari. Xullas, birinchi qism tugadi.